qani o'sha yerda tergov vaqtida nasha qani? Nasha bormi yo'qmi tagida so'ralganda tergovchi militsionerlar o'g'limni urgan. O'zlari Shahboz yana birlar tutgan shoshilinchga o'zlari olib borishgan. Erta kim urdi deganda ichki ishlar Jaqoba xodimi men urdim, nima qila olasanlar? Men urdim deb ko'kragini urib, yorib gapirgan. Ularni sirada joyida, u hammaga ma'lum rosha, u sirada kameradan o'chirib tashladi. Hop, o'g'limiz o'sha 25-yanvarni ushladi. O'ta oldin pul bilan chiqdi. Nasha qani? Oq qog'ozda deb aytibdi. Aytib ko'rmadik. Men oddiy misol tushunmadim. Men o'zim yarasha men yetarli bular o'g'limga tuhmat qildi. O'g'limni militsionerlar qulog'lik qilishni so'radi. O'g'lim askar bergan. Men vatanimga xoin qilmayman. Ular xoinlarni o'tirib turishgan. Ushlaganni olib boribdi. Menga bitta odam sotasan, sen qo'yaveraman deb shu bilan shug'ullandi. Boshlanardan ko'rma. Hammasi ko'chaga chiqdi. Hammasi ko'chaga yuribdi, sotqinlar qoldi. Nega ularga qonunda chora yo'qmi? U sotib oldim deb aytibdi. Uni oldin nashani kim olyapti? Kim? Nasha qani? O'g'lim bo'lmasa tergov vaqtida o'g'limni nariga xonaga deb aytibdi. Nariga xonada bo'lgan deb aytibdi. O'g'lim qatnashmagan nashada. Tergovchi Doston qatga qaragan. U tergovchi bo'lsa haqiqatdan ham davlat odam bo'lsa qatga qaragan. Ana isbot. Qatga qo'yapsan. Nashani qatdan olding. Qani? Saydat qani ko'rsat. Bu deb nega savollar ko'p tashlamagan? Yo'q, bular og'zaki. Saydatda o'g'limni mayib qilish bo'ldi. Yana sudga chiqarishdi. Xo'p, indamadi. Bizlar oddiy oilalar, bular bunaqa telefonga chiqadigan oila emas edi. Bular o'tqizib yubordi. Hardan tashqari o'tqizib yubordi. Oilani saqlab qolish otani burchi. O'g'limga tuhmat bilan, yana aytdim tuhmat. Uni sud ham ko'rdi. Sud ko'rib turib, Oqqo'rg'on sudiyasi Sanjarmi? Nima qanaqa sudya kim o'qitgan uni men tushunmadim. Tergov vaqti sud jarayonida guvohlar ikki etajda bo'ldi tergov. Sadadinbek boshxonada edi deb aytibdi. Tergovchi Jaqoba xodimi birinchi etajda bo'ldi.